Agar peshonamda bo'lsa, arava ham tortaveraman, farqi yo'q. Lekin oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz katta. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bular vayner, video olib yuribdi-ku. O'ylash ursin, nabirda shuni o'ylagani ham yaxshi. Farhod, nima endi planlar kelajakga? Uchini ochadigan bo'lsa, u hali boshlanishi. Mana shu paytgacha qilingan narsalar bu boshlanish. Iloji boricha xalqni aldamasligiga harakat qilamiz. 30 necha mingtalarmi, 40 necha mingtalar odamni quloqiga lag'mon osmaymiz-da. O'tgan bu yillar xuddi asr, didor ko'rishga beray hammasin. Ol hayot borim qaytar do'stimni, bu yuz kulsa-da qalbda yosh tomar. O'rgatdi bizga yaxshi bo'lishni, o'rgatdi ming tashvishda ham kulishni, o'rgatdi yaxshi farzand qanday bo'lishin. Do'stim, sendan bugun o'rnak olishar. Qalbimizdasan, doim do'stim. Eslayman qolguncha so'nggi nafasim. Sen qalbimizdasan, doim do'stim. Eslayman qolguncha so'nggi nafasim. Nega unday ayting, nega bunday degan savollar qiynaydi meni tinmay. Joni nishondi ularga bilmay, kulgulashgan inson yotardi kulmay. Ona bechora bilolmas, tushunolmas, ularga ishonmay duoda yig'lar. Ahvoli tang qaytarishga harakat qilar duoda tinmay. Har kunga reja, maqsad va orzu, o'ylanganda har bir keyingi mavzu. Onaga mehr, do'stga vafo qanday bo'lishini ko'rsatdi amalda u. Ishonmasdi hech kim bunga. Shu sayinda o'tardi kunlar tunga. Barchani qiynaydi bitta savol, sog'lom edi, nega qolmadi omon? Sen qalbimizdasan, doim do'stim. Eslayman qolguncha so'nggi nafasim.